maydonni tark eting. Dinozavr sizlar bilan birga bir maydon ichida. Nima gap? Tezroq chiqib ketinglar. Qochdik. Eshikni yoping. Hozir bunday qila olmaymiz. Gapirsangiz-chi nimalar bo'lyapti? Sizda nima gap? 10:04da nima gap? Sar, tinchlaning, sar. Butun to'siq bo'ylab infraqizil kameralar o'rnatilgan. Nima dinozavr havoga uchib ketibdimi, ha? Balki bironta texnika. Ko'zingizni shira bosgan. U diqqatni tortish uchun devorni tirnab tashlagan. O'zini qochib ketgandek qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Shoshilma, u bor yo'g'i jonivor xolos. Ammo o'ta ketgan aqlli. Mayoqqa 500 metr. U chegaraga yaqinlashyapti. Masofa qancha? Markaz, hisobot bering. Alfa guruhi, vaziyatni ma'lum qiling. Elektr shokerlar bilan unga qarshi chiqyapsizlarmi? 26 million ot kuchiga ega. Uni shunchaki o'ldirib bo'lmaydi axir. Bu yigitlarning kuni bitgan. Mayoqqa 300 Zudlik metr. bilan guruhni chaqirib oling. Ammo ular nishonga yetib olishdi. Hoziroq. Bu yerda buyruq berishni to'xtat. Qon hali iyumagan. U yaqin orada. Nima bu? Kuzatuvchi implant. Dinozavr uni tanasidan olib tashlagan. Uni qanday topdi ekan? Uni qayerga o'rnatishganini eslab qolgan.
Baravariga o't och. To'xtamay o'q uzinglar. Men tomonga. Ehtiyot bo'ling. Yordam! Yordam kerak! Hozirroq yordam bering bizga.